Haftaning yana bir muhim voqeasi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ichimlik va oqova suv xizmatlarini yanada yaxshilash chora-tadbirlari yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Bu boradagi galdagi muhim vazifalar muhokama qilindi. Samarqand viloyatining Qo'shrabot tumani Qiyiqim mahallasi bir paytlar bu yerda toza ichimlik suvi eng qimmat boyliklardan biri edi. Oddiy bir chelak suv uchun aholi kilometrlab yo'l bosar, sanoqli artizan quduqlari oldida esa soatlab navbat kutishiga majbur bo'lardi. Suvlarni uzoq joylardan olib kelib, bolalarimiz bilan qiynalib olib kelar edik. Qishlarda qor kechib, yomg'ir yoqqanlarda loy kechib, uzoq masofalardan suvlarni ko'tarib kelar edik. Bugun esa bu manzara o'zgarmoqda. Aholi murojaatlari va hududda olib borilgan o'rganishlar asosida yillar davomida foydalanishga yaroqsiz holga kelgan suv inshooti to'liq rekonstruksiya qiladi. Ta'mirlash ishlari amalga oshirilib, suv ta'minoti tizimi qayta tiklandi. Siz yoningizda ko'rib turgan suv inshooti oldin qazilganda, bu yerda 100 ta aholimiz suv ichardi bu yerda. 2025-yildan keyin yerda suv saqt tushib ketib, suv bermasdan qoldi, aholimiz toza ichimlik suvsiz qoldi. Hozirgi kunda bir oydan sar oshiqroq bo'ldiki, qaytadan bu ta'mirlanib, motorlar yangilandi. 270 metr qazildi. Hozir motor 250 metrda turibdi. Shunda 100 ta aholi toza ichimlik bilan ta'minlandi. Ichimlik suvi masalasi bugun davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Prezident Shavkat Mirziyoyev ichimlik va oqova suv xizmatlarini yanada yaxshilash bo'yicha taqdimot bilan tanishar ekan, sohada erishilgan natijalar va hal qilinishi lozim bo'lgan vazifalar tahlil qilindi. Bugun kun tartibidagi masala nihoyatda muhimligini inobatga olib, moliyalashtirish bo'yicha qanday tizim kerak bo'lsa, qanday imkoniyat kerak bo'lsa, shuni yaratib berish kerak. Ko'rib turibsizlar, qishga nisbatan yozda elektr energiyaga talab yuqori bo'lib ketyapti. Issiq agar shunday darajada bo'lsa, ichimlik suv bilan kanalizatsiya birinchi masala bo'lib qoladi. Xuddi energiyani qanday ta'minlagan bo'lsak, suv bilan kanalizatsiyani ham xuddi shunday chora-tadbir qilish kerak. Hokimlar bir oyda, bir haftada, bir yilda necha marta buni tahlil qiladi. Mana shu masalalarga alohida e'tibor berib, xalqaro moliya institutlari bilan birgalikda shuni hal qilish kerak. Eng katta maqsadimiz suvni 90 ga, kanalizatsiyani 80% ga yetkazish uchun choralar olganmiz. Unda aytilishicha, so'nggi 8 yilda mazkur sohaga jalb etilgan investitsiyalar hajmi 10 baravarga oshib 2 milliard 700 million dollarga yetgan. Bu raqamlar quruq statistika emas, ularning ortida millionlab insonlarning kundalik hayotidagi o'zgarishlari mujassam. 2017-yilda aholining markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasi 63% ni tashkil etgan bo'lsa, bugungi kunda ushbu ko'rsatkich qariyb 83% ga yetdi. 7,7 million aholi ilk bor markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlandi. 11 million aholining suv ta'minoti yaxshilandi. 1,1 million kishi kanalizatsiya tizimiga ulandi. 39 kilometr ichimlik suv tarmoqlari qurildi va rekonstruksiya qilindi. Biroq raqamlar ortida hali o'z yechimini kutayotgan muammolar ham bor. Bugun ham yuzlab mahallalarda ichimlik suvi to'liq yetib bormagan. Ayrim hududlarda esa mavjud tarmoqlarning eskirgani aholi uchun qator qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda. Shu bois kelgusi yillarda ichimlik suvi ta'minotini 90% ga, shaharlarda kanalizatsiya xizmati qamrovini esa 80% ga yetkazish maqsad qilingan. Buning uchun qo'shimcha 1 milliard 300 million dollar investitsiya jalb etiladi. Hurmatli yurtboshimizga ichimlik suv va oqova suv tarmoqlarini aholiga xizmat ko'rsatishni yaxshilash uchun hozirgi kunda farmon loyihasi takliflarini tayyorlaganmiz. Bunda asosan aholiga aytaylik 10 yil oldingi holatda 62% ichimlik suv bilan ta'minlangan bo'lsa, aholi markazlashgan hozirgi kunda 83% ga yetdi. Davlatimiz rahbari taqdimot davomida sohadagi tizimli kamchiliklarga ham alohida to'xtaldi. Xususan, loyihalarni shakllantirish, moliyalashtirish va muammolarni o'z vaqtida aniqlash mexanizmi hali talab darajasida emasligi qayd etildi. Andijonda kanalizatsiya tizimini modernizatsiya qilish uchun 107 milliard so'm ajratildi. Sirgeli tumanida yoqimsiz hid tarqalishining oldini olish maqsadida zamonaviy filtrlar o'rnatilmoqda. Surxondaryo viloyatida esa To'palang suv omboridan ichimlik suv yetkazish bo'yicha yirik loyiha amalga oshirilmoqda. Hurmatli prezidentimiz tomonidan To'palang suv omboridan butun Surxondaryo viloyatini ichimlik suv bilan ta'minlash mega loyihasi amalga oshirildi. Ya'ni 274 million AQSh dollar qiymatidagi katta loyiha bugun Termiz shahrigacha 185 kilometr tarmoq tortib kelingan. Termiz shahar bilan 10 ta tuman aholisiga ichimlik suvi
ta'minlab kelinyapti. Yil yakuniga qadar mamlakatimiz bo'ylab umumiy qiymati 600 million dollarlik ishlar amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Natijada 310 ming aholi ilk bor markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanadi. 2,5 milliondan ortiq fuqarolar uchun esa suv ta'minoti sifati yaxshilanadi. Bu esa suv ta'minoti tizimidagi islohotlar nafaqat yangi inshootlar qurish, balki aholi farovonligini oshirishga xizmat qilishini ko'rsatadi. Ilgari faqat ikkitadan xalqaro moliya institutlari bilan ishlagan bo'lsak, hozirgi kunda mana 10 tadan ziyod hozirgi tayyorlagan takliflarimizda manbalarimizdan olinayotgan suvni ilgari aytaylik bitta suv ta'minoti xizmat ko'rsatardi. Hozir eksperiment sifatida bajargan ishlarimiz bor. Xuddi shu takliflarni hozir hukumat boshimizga respublika miqyosida keng tatbiq etish takliflarini tayyorlaganmiz. Ya'ni suv ta'minotida magistral ishlab chiquvchi va magistral yetkazib beruvchi bitta xizmat ko'rsatuvchi, ikkinchisi suv ta'minotlari hududlarga, aholiga va boshqa iste'molchilarga to'liq suv yetkazib berish bilan shug'ullanadi. Mutasaddilar oldiga yana bir muhim vazifa qo'yildi. Endi ichimlik suvini xonadonlargacha yetkazish ishlari jadallashtiriladi. Yurtimiz bo'ylab 232 mingta suv kolonkasi bosqichma-bosqich bartaraf etilib, suv tarmoqlari to'g'ridan-to'g'ri uylargacha olib boriladi. Sohada raqamlashtirish ham yangi bosqichga chiqmoqda. Zamonaviy suv hisoblagichlari, raqamli xaritalar, telemetriya va sun'iy intellekt texnologiyalari suv yo'qotishlarini qisqartirish va xizmatlar sifatini oshirishga xizmat qiladi. Taqdimotda yana 2030-yilga borib respublikamizda ichimlik suvi bo'lgan talab yana 230 million metr kubga yetishi qayd etildi. Bu mavjud suv resurslarini boshqarish, hisobini yuritish va suv yo'qotishlarni qisqartirishni talab etadi. Bundan tashqari davlatimiz rahbariga sun'iy intellekt asosida nasoslar faoliyatini tahlil qilish, avariya hamda suv yo'qotishlar holatlarini oldindan bilish, aniqlash, iste'molchiga xizmat ko'rsatish va iste'molni rejalashtirish, bundan tashqari aholi murojaatlarini tezkorlik bilan ko'rib chiqish bo'yicha yangicha tizimlar taqdim etildi. Bugun Qiyiqim mahallasidagi o'zgarishlar bir qarashda kichik hudud misoli bo'lib ko'rinsa-da, bugun mamlakatimiz bo'ylab amalga oshirilayotgan islohotlarning amaliy natijasi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Chunki ichimlik suvi bu shunchaki kommunal xizmat emas, u aholi salomatligi, turmush sifati va hududlar taraqqiyotining muhim mezoni hisoblanadi. Eng muhimi, bugun suv uchun navbat kutishga o'rganib qolgan minglab oilalar ertaga toza ichimlik suvini o'z xonadonlarida qabul qilish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Mazkur yo'nalishdagi islohotlar hali davom etadi. Sohiba Akromova, Oybek Mahkamov, Abdulloh Sultonxo'jayev, Yangi zamon tahliliy dasturi uchun.